Siz Sihat klinikasi haqida eshitgansiz. U yerdagi malakali shifokorlar, samarali davolash va zamonaviy amaliyotlar haqida bilasiz. Lekin klinikaning yuragi laboratoriya ekanligini bilasizmi? Har bir aniq tashxis, har bir samarali davo aniq tahlildan boshlanadi. Gematologik tahlillar 8 div texnologiya asosida sun'iy intellekt orqali amalga oshiriladi. Bu apparat qonning barcha asosiy ko'rsatkichlarini yuqori aniqlik bilan baholaydi. Qonning 40 dan ziyod ko'rsatkichlarini tahlil qilishga qodir. Biokimyoviy tahlillar avtomatik rejimda ishlovchi uskunalar orqali amalga oshiriladi. Jigar, buyrak, qandli diabet, lipidlar va elektrolitlar barchasi nazorat ostida. Gormonlar, onkomarkerlar va immunologik tekshiruvlar IXLA texnologiya asosida faoliyat yurituvchi avtomatik uskunalar orqali tahlil qilinadi. Bu yuqori sezgirlik va ishonchli natija demakdir. Sidik umumiy tahlili avtomatik va sun'iy intellekt yordamida amalga oshiriladi. Bu inson omili kamligini bildiradi va sifatli tahlil berishni kafolatlaydi. Qo'shimcha ravishda mikroskopik tekshiruvlarni tajribali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Sihat klinikasi laboratoriyasida tahlillar aniq va zamonaviy yo'llar bilan aniqlanadi.